Avvalroq Superliga taqvimi va shu asosda kichik o'zgarishlar kiritilgan Superliga reglamenti saytga joylangandi. Endilikda O'zbekiston Kubogi va Superliga reglamenti taqdim etilmoqda. Milliy terma jamoaning may oyidagi yig'inlari sabab Superligada katta bo'shliq yuzaga keladi. 700 ga yaqin futbolchi bir necha oy o'yin amaliyotsiz qolmasligini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Kubogida guruh bosqichi formati saqlab qolinadi va u 5-may sanasidan e'tiboran yuzaga keladi. Tanaffus o'rnini qisman to'ldiradi. Fabio Cannavaro boshchilik qilayotgan milliy jamoa may oyida nafaqat Superliga futbolchilari bilan yig'inga kiradi, balki chempionatning 3 klubiga qarshi o'rtoqlik o'yinlarida ishtirok etadi. Tabiiyki, bir qator yetakchi klublar asosiy futbolchilarni terma ixtiyoriga yuboradi. Mana shu klublarning kubokdagi manfaatlari inobatga olinib, 2026-yilda guruh bosqichi qur'asi oldindan ishtirokchilar savatga bo'linadi. Bunda Superliganing so'nggi mavsumini dastlabki 8 o'rinda yakunlagan klublar birinchi savatdan joy oladi va guruh bosqichida o'zaro raqib bo'lmaydi. 9 va 15 o'rinlar oralig'idagi jamoalar hamda Lokomotiv klubi ikkinchi savatdan joy oladi. Pro Liga va birinchi liga klublari mos ravishda keyingi savatlardan o'rin oladi. Katta tanaffusni qisqartirishning ikkinchi chorasi sifatida iyul oyining so'nggi 10 kunligi ham qamrab olinishi ko'zda tutilgan. Mavsumning ikkinchi qismi taqvim uchun murakkab bo'lib, unda ikkita FIFA kuni, shuningdek Neftchi va Paxtakor klublarining Chempionlar Ligasidagi o'yinlari joy olgan. Qo'shimchasiga kelasi yilning yanvar oyida Osiyo Kubogi start oladi va milliy jamoa unga ham tayyorgarlik olib borishi lozim. Shundan kelib chiqib, mavsumni iloji boricha ertaroq yakunlash uchun turlar oralig'idagi tafovutlarni kamaytirish lozim edi. Buni inobatga olib, Liga Superliganing o'tish o'yinlari hamda O'zbekiston Kubogining yarim final va final bosqichlarini markazlashtirilgan holda tashkil etishni rejalashtirgan. Faqatgina shu yo'l orqali ishtirokchi klublar aniq lokatsiyani oldindan bilishi va marshrutni shunga ko'ra avvaldan rejalashtirishi, shuningdek qisqa vaqt ichida ketma-ket o'yinlarda ishtirok etishi mumkin bo'ladi.